Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qaranglar, sizlarga nima ko'rsatmoqchiman. Mana bu orqamda turgan buxoro arka bo'ladi va bu buxoro arka bitta komplektni qanaqa yasalishini ko'rsataman. Bitta shu buxoro arkani kattalashtirgan variantini ham ko'rsataman va yig'ilishini ko'rsatib boraman. Qiziq bo'lsa davom etamiz, ko'ramiz. Darvozani qo'rg'osida kattaligini darvozaga mana shunaqa qilib yasab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu razmeri 3 ga 3 bo'ladi. Detallarini ham ko'rsataman. Mana bunaqa detallari ham bo'ladi. Naqsa bo'ladi degan savol. Qo'rg'osdan shunaqa qarang, bitta shu buxoro arkani 2 ta qilib yig'ish ilojisi bor. Bu sizlarning fantaziyangizga bog'liq. Yo'q, qo'shimcha mana shunaqa turbalar ham sotiladi. So'rasangiz bemalol olsangiz bo'ladi. Agar 2 ta buxoro olsangiz, 2 ta buxoro oyog'ini mana shunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Qo'shib. Mana shunday ham yoki mashina o'rtasiga qo'shaverasiz. Mana ajina bo'ladi, oyog'i ajina bo'ladi. Oyoqlar ajina bo'ladi. Mana shunaqa qilib yasab olsangiz bo'ladi. Mana shu buxoro arka bitta donasi $100 turadi. Mana bu narsalarni. Mana bitta, ikkita, shuni o'zi $100. Ko'pchilik so'rayapti, qanaqasi $100. Mana shu $100. Mana qo'shimchalar, ajina pul bo'ladi. Bu ajina qo'shiladi.